Xudoga shukr, Madridga ham yetib keldim, tog'alar. Короче, kalsovoy bo'ladi-yu, Madridni mana bundan ko'rsatay. Xo'p, mana. Sal yaqinlashtiraman shekilli. Madridda o'sha kalsovoydan ketyapman hozir. Aylanib, bu orqasidan tushirishim kerak. Bir 20 kilometrdan nariroqda tushiraman. Xudo xolasa, menejer bor-ku, eng qizig'i menejer marshrutni anunga qo'yibdi. Madridda sentri bor-ku, behazil, ana stadionni yonlari, shaharning sentri bilan qo'yibdi. Men o'zim flashokni qo'yib aylanib o'tish qildimki, bu sentrdan borsa bilasizlar, o'sha politsiya tam yuk mashinasiga, bunaqa katta mashinaga mumkin emasmi? Yana bir problema boshlab o'tirmaylik degan maqsadda xullas o'zim aylantirib qo'ydim. Hozir endi ketyapman sekin, xudo xolasa. Bir anaqada to'xtayman, bir 10 kilometrlarda to'xtayman. To'xtab turib ertaga stadionga chiqib bir maza qilib atrofni ko'rib aylanamiz. Stadionlarni endi Madridda to'g'risi stadiondan boshqa bir aylanadigan joyini men bilmayman-da. Bitta narsani bilaman, что o'sha Madridda sentrida ana Ronaldoning bitta gastitsasi bor ekan. O'sha narsani eshitganman, lekin u interesnida. Madridda anaqani Ronaldoning gastitsasi bo'lsa o'ziga to'g'risi. Bizning gastitsamiz mana kelib bizga dam olsin. Bizga stadion qiziq. Xudo xolasa stadionlariga borib bir ikki qo'l futbol o'ynab, rasmlarga tushib, chiroyli qilib kontentchalarni qilamiz, bosamiz. To'g'risi 2300 kilometr bo'ldi. Germaniyadan yukladim, Nürnbergdan, Regensburgdan BMW yuklab ketyapman, bilasizlar. Plus bu BMWlarni hop 2300 kilometrdan olib kelyapman. Chorshanba kuni yuklaganman. Bugun shanba. Tinmasdan yuribman bor. Bu 4 kundan beri yo'lda yuribman. O'zi ham ishoninglar, bellar sinib ketyapti bor-ku. Bel sinib qolyapti. Tinmasdan 4 kundan beri faqat yo'lda. Hozir endi batda ko'pincha Volkswagen beradi. Volkswagen Tiguan'ni bilsalaring kerak. Volkswagen Tiguan beradi. O'shani Tiguan olib ketamiz. Tiguan'ni menimcha Germaniyaga bersa kerak. Yana ham bilmadim. Bu daraxtlarni qaranglar, bir ajoyib. Masalan, Germaniyada ham shunaqa nimalar bor, o'rmonlar bor, lekin ajralib turadi-da. Albatta Portugaliya va Madridda o'rmonlari sal boshqacharoq-da, qaranglar. Необычный, bir ajoyib. Shunaqa gaplar. Xohlasa sekin ketyapmiz. Madrid, lekin bu joyga oxirgi marta borib 2023-yil kelganman, 2 yil bo'libdi. O'zi asli Madridga 2019-yil kelganman. 2019-yil stadioniga kirib, tam o'yinlarda tushib, o'sha paytda 55 yevroga olganman. Birinchi kadensga chiqqan paytimda 4 kun, 5 kundan keyin Madridga tushib qolganman. Ana shogird bo'lganman u payt. Meni mashina o'rgatadigan bola, u Samarqandlik edi, Alisher degan bola. U bolaga yuring, bir stadionga aylanib kelamiz deb, men bormayman, tuting. Ishonasizlar, taxminan kelganman. O'sha stadionga kelganman taxminan. Kelsam, soat avetdan 3larda kelgandim-da. Kelsam, o'yin bo'ladi deyishdi. Shanba kuni edi o'sha payt. Shanba kuni o'yin bo'ladi deyishdi. Keyin o'zi shogirdga chiqib, pulim yo'q. Biletni narxini so'rasam 55 yevro. Ali tavakkalga bosib o'rdim xullas o'sha payt. 55 yevroga kirdim. O'sha oydan turib, eng tepadan turib kuzatadigan joyidan oldim. O'sha yerdan biletni olib kirganman 2019-yil. O'zi ham stadionga umrimda birinchi marta kirishim edi. O'sha paytda общий birinchi marta umrimda stadionga kirganman. O'shanda ham birinchi martasida Madridda stadioniga kirganman. Santiago Bernabeu.